Mototsiklni egasiga beraveray, bir mazza qilsin bir kishi. Assalomu alaykum do'stlar. Qanaysizlar, yaxshimisizlar? Xabarlaring bo'lsa, konkurs o'tkazayotgandim. Konkursda g'olib bo'lganlarga mototsikl 15 millionlik mototsiklni o'z qo'lim bilan topshiraman do'stlar, xudo xolasa. Birinchi o'rinda shu mototsikl, ikkinchi o'rinda 1 million pul, uchinchi o'rinda esa Xurani borki, pulni qaytarib beraman. Bunaqa shart qanday, qachon bo'lgan bunaqa shart? Shart shunday oddiy shart, mana bu 500 minglik Xura. Bu oddiy Xura emas, 500 minglik Xura. Ko'ryapsizlar, sovrin ham katta sovrinlar qo'yilgan. Bu 500 minglik Xuraga kiysak, buni qanday desak, bu taxlanadi do'stlar. Men sochib ko'rsataman. 3 sekundda men sochib tashladim. Xudo xolasa endi taxlaymiz. Qarab turinglar. Mana do'stlar, tayyor Xuramiz. Bu Xuradan o'zi ikkita olish kerak. Birinchisi o'tirgani, ikkinchisi anaqa shashlikchani pishirgani. Ikkita Xura olish kerak do'stlar. Kelishtirib ham beraveramiz, 500 ming deyapmiz. Endi kelishtirib ham beraveramiz. Shoshilamiz. Tezroq mototsiklni egasiga beraveray, bir mazza qilsin bir kishi. Davay, подпискani bosinglar do'stlar.